Bu videoda internetda ko'rsatilgan usul bo'yicha damoviy chaqirib ko'ramiz. Esingizda bo'lsa 2-3 oy oldin biz damoviy chaqirib shunaqa video olgandik va u video men obunachalarimga juda ham zo'r yoqdi. Va shu uchun biz yana bir marta damoviy ishonchli usuli bilan chaqirib ko'rmoqchimiz va bu usulni muhojirliklarni qarindoshlari qilib ko'rgan ekan va ichari bo'yicha o'xshab turdi. Va shuni ham biz osti tekshirib ko'ramiz. Serioz o'xshagan? Da. Bo'lmasam risk qilib ko'ramiz. No, ma'muriy ish bo'lmasa kerak. Bo'ladi, yusuf. Bo'ldi. Qo'rqmang, qo'rqaman. Chunki qarindoshimga o'xshagan. Realni o'xshagan. Bo'ldi, shoshma, qo'rqmang bo'ldi. Xullas, boshladik. Damovoy, sen shotdamisan? Voy o'rtoqlar, to'g'risi men xuddi o'zimni tush ko'rayotgandek his qilaman. Bilmayman nimaga. O'sha bizning obunachilarimiz 510 mingtaga yaqinlashib qoldi. No, o'zi 1-2 kun oldin 500 ming bo'ldi. Ya'ni biz o'sishimiz zo'r bo'ldi, lekin baribir ham nimaga sizlar umuman statistikani menga o'zgartirib bera olmayapsizlar. Ko'pchilik obuna bo'ldim, baribir mana obunasiz ko'rayotgan insonlar 70% ga baribir qotdi. O'rtoqlar, hatto 50% ga tushiraylik. Va internet o'rtoqlar, men tushmay qolman oxirgi paytlar. Ya'ni mana oddiy ko'rayotganlar aslida o'g'il bolalarmi yoki qiz bolalarmi? Keling, biz bu bo'yicha challenge qilamiz. Ya'ni hozir o'g'il bolalar obuna bo'lish knopkasini bosadi. Men obuna bo'lish knopkasini bosdim, o'g'il bolalardan shunaqa xuddi o'g'il bolaman va obuna bo'lish knopkasini bosdim yozadi. Va o'quvchilar qizlar ham obuna bo'lish knopkasini bosadi va men obuna bo'lish knopkasini bosdim, qizidan mana yozadi. Va obuna bo'lmagandan keyin xuddi shunaqa kommentariy qoldirganinglardan keyin qaysi kommentariy eng ko'p like yig'sa, o'sha eng aktiv odamlardan tashladi. O'g'il bola yoki qizlar. O'g'il bolalar men sizlarga ishonaman, sizlar abdushi bemalol bo'lishni xohlaysizlar. Shunchaki obuna bo'linglar, bu juda ham oson va kommentariy men obuna bo'ldim va o'g'il boladan. Va eng ko'p kommentariy qilganlar yutadi. Va qizlar, lekin meni abdushi fanatlarim bular qizil deb o'ylayman. Shuning uchun qizlar abdushi patiska tashlaylar o'sha kommentariga men qizi tarafman va men obuna bo'ldim deb yozinglar. Qani ko'ramiz. Qizlar meni ko'proq kuzatadimi yoki o'g'il bolalarmi? Xullas, battle boshlandi. Hozirroq obuna bo'linglar. Va endi videomiz ham boshlandi. Xo'sh, bu eksperiment sinab ko'rish uchun bizga tuz, nina, sham, qog'oz, ruchka, ip kerak bo'ladi. Bilasizki, shuncha narsa, mayli, balkim o'xshab. Mayli, muhojirlikka ishonaman. Xo'p, xullas hozir muhojirlik pentagramma chizadi, chunki men chizishni bilmas ekanman. Bilasizki, qizil set qo'yib qo'yganmiz. Xo'p. Maktabda bor-ku. Xo'p, Maktabda pentagramma chiziladi uni 4-sinfgacha. Qizil ruchkada bor-ku, voy be. Nima uchun sizga kerak bo'lgan? Ya, ustozlar. Tipa 5 xil. Yulduz shaku. O'sha pentagrammaga o'xshaydi. Atrofdan do'konaqsin pentagramma. Oh, bular. Juda strashno. Hali shamlarimizni yoqib chiqishimiz kerak. Agar o'xshasa zo'r bo'lardi. Mayli, yarim kechasi mana bunaqa tashandiqda. Prям Короче, muhojirlikka hozir yozyaptilar. Menga realni strashniy bo'lyapti, bilmayman nimaga. Ish qilib, inshaalloh bo'lmasa bo'ldi. Siz albatta like bosib qo'ying. Просто bunaqa eksperimentlar qaysi modda hayotimizni xavfga qo'yib qilishimiz bu aynan sizlar uchun. Va ko'proq like yig'inglar, chunki biz yaqinda juda ham katta tashlandiq binoga kirmoqchimiz. Va anchadan kirmagandik, uncha ko'pchilik kutyapti. Xudo xolisa sizlar uchun o'sha tashlandiq binoga ham yaqinda kiramiz. Tayyor bo'lib qoldim? Wow. Siz bo'ldingizmi? Xo'p. Bizga sham kerak. Shag'am. O'xshashingizni seriozni ishonasizmi? Muhojirlikka qani, hozir men seriozni gapiring aka. Men qo'rqaman, bilasizmi? Men rostdan qo'rqaman. Xo'p, bilaman qo'rqishingni. Xo'p. Seriozni o'xshaydimi? Ya, endi bilmadim-ku. Lekin qarindoshimga o'xshagan. Siz qarindoshingiz kim bu? Damovoy. Mayli, eksperiment. Rostdan o'xshaydimi, o'zi shuni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, hozir demak, hozir shamni olib 5 ga bo'lib, mana buni pentagrammani 5 ta burchaga qo'yib chiqamiz, a? Xo'sh, mana shamlarni ham kesib oldik. Endi xo'p, mana bu pentagrammamizni burchalarga qo'yib chiqamiz. Demak, sal klubni tuyapti. Mayli, muhojirlikka qo'lni serioz qo'yibdilar. Xo'p, davom bor. Xo'p, qanaqa? Qaraychi, qara. Qog'ozni 2 ga buklaysan, ichiga sani DNK bo'lish kerak. Любой qon, soch, tirnoq,
kipriging ketaveradi, qosh. San keyin bor bu narsa bo'lishi kerak. No, soch qilamiz, chunki qon chiqishini yomon ko'raman. Bular soch bo'lsa buklanadi, soch ichiga qo'yasan, mana buyoqqa qo'yasan. Dumaloq chizasan. O'rtasidan bo'lasan, yoniga ha, yoniga yo'q. ipga ninani bog'laysan, o'rtada ushlab turasan. Domovoy ke yo'q, короче, o'zing yetishing kerak. Domovoy ke, короче, Domovoy shotdan любой savolingni berasan, domovoyga. Savolingga javob beradi. Серьезно? Da. Ha yoki yo'q. Bo'lmasa hozir shamlarni yoqib, rostdan ham ishni ham sinab ko'ramiz. Xo'sh, o'rtoqlar, biz hozir shamlarimizni polniy yonishga tayyorlab oldik. Endi hozir muhim ketganlar bo'yicha qog'oz olamiz. Mana qog'oz. Ikkiga buklaymiz. Xo'sh, sochimni tashlashdan oldin birinchi o'sha siz aytgan ha yoki yo'q yozib oling. Da. Dumaloq. No, cho'l shart emas, menimcha. Yo'q, unchalik emas. Просто ajratasi ha, ikkinchisiga yo'q. Bo'ldi. Hop, sochim meni itak to'kilyapti menimcha. Qani? Kimda bormi? Menimcha hech kim yo'q. Qarang, qo'limda soch bormi? Soch bor? Bor. Ko'rasiz? Ha, da bor. Bo'ldi. Orqada hech kim yo'q, bosib qo'yaylik. Yo'q. Kabutta kimdir bizdan poylayotgan deyapti. Bu shunaqa strahmi? Shunaqa bo'ladi biz. Bilet qo'rqmayman. Mana, qarang, shuncha soch soldim. Voy, nima? Sochim shunchalik to'kilyapti men. Tepaga olib ketaman shaqanda. O'rtoqlar, men kal bo'lishdan qo'rqmayman. Endi bu holda ijod to'xtatmaymiz. Xo'p. Voy, ko'chadan ekan. Pastdan. Pastdan. Biz ham pastmizdami? Mana. Qattiq. Boy bola bo'lsa kerak. Biletmaran qo'rqaman. Ana endi biletmaran qo'rqaman, hozir shamlarni yoqishdan oldin ip bilan ninani bog'lab, короче, qolishimiz kerak. Ipni ninadan o'tkazishga bunaqa qattiq qiynalamiz deb o'ylamagandim, lekin baribir. Bo'ptimi? O, молодец. Bo'ldi. Ishlang. Bola qo'y. Yana qo'rqaman shu. Bilmayman. Yuribdi kimdir. Kimdir yuribdi? Menga shunaqa o'zi eshitilyapti. Voy, bola. Da, boshlaymiz. Qaytib kirganimizda pastda bola turgan uchun o'shalar shunaqa shovqin qoldi. Yoki men qo'rqitmoqchi bo'layapman. Mana ip. Va buni mana bu o'rtasiga qo'yaman. Va qo'ygandan keyin agar bu qaysi tarafga qarasa, o'shanda bo'lar ekan. Lekin qo'lim turibdi-ku, men o'zim boshqarib qo'yishim mumkin-ku. Ip lekin pastga tushishi kerak emas. Qana mashina bo'lish kerakmi? Yo'q, tegish kerak emas qog'ozga. Mashina. O'zi qayerdan bilaman qaysi biri qarab turganini? O'zi o'sha tarafga tortadi. Shunaqa deysizmi? Da. Серьезно? Da, shu. Ну, hamayli. Keyin yana bitta narsa bor, agar o'xshamasa, o'sha birinchi marta qilganingda o'xshamasa, sen unga anaqa berishing kerak, jertva berishing kerak. Nima? Tushunimsiz bu. Jertva, ya'ni qanaqasiga? Ya'ni anaqa, qurbon. Shonman, bu ash kuylik-ku bu. Bu Qurbonlik. Qanaqadir bo'lmagan yo'q narsa, multfilmga o'xshaydi bu narsa. Yo'q. Hop, yo'q qoling. Hop, gapirgunchi. Qurbon berishing kerak bo'ladi. Любой narsa o'tadi, misol shu. Qonli любой narsa o'tadi. Odam ham o'taveradi. Bizda hayvon palon yo'q. Jertva qo'yish kerak bo'ladi. Agar o'xshamasa, o'xshasa, hozir Menimcha o'xshamasi 100%, yoki bu fantastikaga o'xshashi. O'xshaydi, iswas. Men aytaman, qarindoshimga o'xshagan bo'lsa, aytmas edim senga bu narsani. Siz meni prosta aldayapsiz. Kimdir meni qo'rqitib yuribdi. Xo'p, hammang. Xo'sh. Domovoy, sen shotdamisan? Men niyani olayman. Men qo'limni qatmayman, 100% man. Adash qaramay ham turaman, shu ko'rib turqamaslik uchun. Domovoy, sen shotdamisan?
Qo'limda qilaverdim, nima qilyapti? O'z qo'lim bilan qaltiryaptim. Hozir bu qayerda xadam yo'qdami? Haga o'tdi. Haga o'tdi. Haga o'tdi. Lekin men qo'limni qatmadim. Menimcha просто bilmagan holda qo'lim bunaqa tekshirib turolmaysiz, qaltirib turadi. Ancha o'sha qaltiragandan so'ng yana hozir yo'q o'tdi. Yana haga o'tdi, yo'q o'tdi, haga o'tdi. Endi aylantiryapsan. Yo, men qo'limni likilib qildim, serios aytaman. Mana, bular ushlab turman, o'sha payt narsani mana tizamda qataman, shunchalik qilolganchi. Bu shamli jinnimi bu? Sham chiqsilyapti. Endi menimcha tabiiy holat bu. Shamni chiqsilganini eshitmaganman. Birinchi marta. Короче, mana hada turibdi. Hop, допустим, hop, ha, как домой hop shotda ekan. Домой sen odamlarni yomon ko'rasanmi? Ну, o'rtoqlar, shunaman, hozir xotkincha o'zining klubiga tiryapti. Eksperiment sinab ko'ramiz. Agar haqiqatan ham bor bo'lsa, qani ko'rsatsin. Bo'lmasa bizlarni quruq aldab yurishmasin, to'g'rimi? Da. Internetdagi shunaqa narsalarga zoyidalik kiritamiz. Sen shotdamisan? Kimdir yuribdi shu. Qadam to'shlar ishtiryapti. Menga ham. Yoki o'sha kelganimizda bolalar bor edi, ancha o'sha qilsa kerak. Yoki damoy. Qo'ying qo'rqitma aka, o'zing tak shuncha qo'rqitasiz. Hop, yana hada turibdi. Yana haga o'tdi. Mana qilsam yo'q, mana qilsam haga o'tadi. Lekin men o'rtasiga qo'ydim, mana. Ushlab turibman. Mana ushlab turibman. Lekin o'zi o'tdi. Ha. Qarab tushunmayapman. Hozir masalan, odam uchun как будто o'zimizga kimdir urayotgan, tuyulayotgandirman, lekin o'zingizlar bu yerda qilib ko'rsanglar bilasizlar. Ishonmasanglar qilib ko'ringlar. Masalan, просто хотя бы ninamni ushlab ko'rsanglar bo'ladi, shunda aniq. Anaqa yoqib o'tirmaydi. Yoqib o'tish shart emas. Biz просто haqiqatan ham qoidasi bo'yicha qilib ko'ramiz. Prям qanaqa qoidasi? Xullas shunaqa. Xo'sh, demak o'xshamadi. Qamayli, pusting, o'xshadi. Hop, ha deb hisoblaylik. Yana ikkita savol beramiz. Davomdan nimaga o'ynayapti? Shamli? Qarang, shamliga qarang. Hammasi yoki botdan shamol kelyaptimi? Shamol yo'q. Biz binoning ichidamiz. Qanaqa shamol? Nomni qarang lekin. Qarang, nomliga qarang. Hammasi bu tarafga bordi. Xo'p, qarang, yana ikkita savol beraman. Oxirgisini haqiqatan ham o'sha sizni jertib qo'yamiz, sharqiy menga. Meni jertib olaman, sani. Bratan, lekin qo'rqaman, serios, mana, eshiting. Eshitasiz, bolalarni qanaqadir qadam tovushlarini olishga bolalar real men qo'rqitmoqchi bo'laman, chunki anaqa video otganimizni ko'plar biladi-yu. Real qo'rqitib ko'rmoqchi, prank qilmoqchi ham bo'ladi. O'shanga real qo'rqaman. Ham bunda ham o'zim real ham qo'rqaman. Shuning uchun tez qarang, hozir bitta bunaqa, bitta sizda shunaqa iltimos aka. Tez ham hech bilay, ishon bo'lmaydi aka, ishonmayman. Xo'p, ket, yana bitta savol. Damoy, nima odamlar sandan qo'rqish kerakmi? Просто savol, qani ko'ramiz. Mana, o'rtaga mana hozir mana. O'rtada mana ketdi. Mana 100% o'rta turibdi mana. Ketdi mana, dash qaramay turaman. Oyog'im lekin olib ketib turib. Yo'q tarafga o'tdi. Просто oyog'imga olib ketib mana bunday qilib ketaman. Keyingi safar borki, mana qilamiz, anaqa cho'p qo'yamiz, cho'p po'zdilib qilamiz, biz qo'limni tursa real anaqa qilyapti. Lekin bittadan qo'lda turgan. Da, lekin shunaqa qilsan ham bo'ladi. O'shanda просто odamlar hozir ishonmayotgan bo'lishi mumkin-da. Hech aytolmayman, o'zingiz sinab ko'ringlar, bilasizlar. Просто mana qo'ysanglar o'zingiz qilib ketaveradi, qo'lingizda bilganingiz. Xo'p, hozir qayerda xadam yo'qdam? O'rtada. Qani tepadan tikka olinch qani qayerda bo'lsa o'shancha bo'ladi. O'rtada bo'lsa ham farqi yo'q. Qayerda xadam yo'qdam? Tikka olsam qo'lingni olma. Ko'proq haga ham o'tadi, yo'qqa ham o'tadi-da bu. Endi hada hozir. Haga o'tdi. Bilasiz, hozir shunda bu odamlar mendan qo'rqish kerak demoqchiman. Biz undan qo'rqmaymiz. Ozgincha munchagina qo'rquvim bor va o'sha ham hozir glandiyalar bor. Ondan katta pavuq chizib qo'yishdi, endi hozir e'tibor bering. Tepada ko'rasizmi? Ikkita ekan. Xo'sh, qarang. Bo'lmasa, savgina qilib ko'rdik. Vроде бы hozir mana bu narsaga ishonadigan bo'lsak, o'zi ishonmaymiz, munchagina ishonadigan bo'lsak, muncha ham ko'p. Munchagina ishonadigan bo'lsak, birinchi savolimiz, damoy san bormisan? Ha edi. Ikkinchi savolimiz, tam bizani yomon ko'rasanmi deganda, ha bo'ldimi, yo'q bo'ldim? Ha bo'ldi. Seriozmi? Men nasolka momentda qadam to'shlarida qo'rqib eshitmay qoldim. Oxirgisida ham sana qo'rqish kerak degan ha dedi. Xo'p, ana endi sizni jertib qilamiz, boring. Xo'p, qarang, mana buni qo'ydik, kamerani qo'ydik. Xo'p, qonun nima buni? Qanaqa jertib nimadir deysiz? O'zim jertib bo'lmanda.